Chevrolet'dan yangi model. Ko'rmaganlar uchun. N400 Mobi. Shunaqa holatda. Minivan, kichik. Va yangilangan Damas degan mashina shu. Bu aslida nomi Chevrolet Mobi. Eng full varianti. Buni narxi 154 million 128 ming so'm. Chevrolet sherligi, radiator panjarasi, faralar to'liq galogen. H4 lampochkalarda power chiroqlari va tumanka chiroqlari, ostida ham radiator panjarasi. Ko'rinishga baho beramiz. Yon tomonidan shunaqa holatda. Disklarimiz 14, quyma disklari, oldi makrosentrga, amortizator, kuchli va unga o'rnatilgan qismlar. Tormoz sistemi yerda diskli. Shunaqa holatda orqa qismiga kelgan bo'lsak, orqadan ham shunday 14 disk, faqat minus tormoz sistemi yerda baravar. Yerda mashinani tortish orqa most, ekran digital setlarni orqa most portadi, orqa podeskamiz esa bu yerda resurs sistemada. Orqa farlarimiz ham xuddi shunday, barchasi galogen. Mexanik ochish knopka bilan emas. Orqasini ochadigan bo'lsak, kattagina bagaj. 7 o'rinli mashina. Salon qismlari shofyor tomon plastik, barchasi plastik, qattiq plastik. Qattiq qo'yganda ham unchalik yoqimsiz emas. Oynalarni ko'tarib tushirish oldi ikkitasi elektronli. Sideniya qizig'i oldinga orqaga borib keladi. Eng orqaga qo'ya oldim. Bundan deydigan bo'lsak, farlarni yuqoriga ko'tarib tushirish, stabilizatsiyani o'chirish bor bu yerda. Taqacha. Kameraga yozib ketamiz nimaligini. Tabloyimiz, taxometr, speedometr, o'rtada analogli kichkina tablocha bor. Speedometrimiz 180 gacha. Magnitola, mana bu yerda narsalar qo'yish uchun joy. Klimat kontroli yo'q. Barchasi mexanik. Power chiroqlari, konditsioner bor, muhimi, salonni ochib yopish va oynalarni isitish tizimi bor. Selektorga keladigan bo'lsak, bu yerda skorimiz zadniy mana bunday holatda va skor 6 ta. 6 ta skorga korobka nima deyiladi? Kommentariyada kutib qolaman. Rushnik mana shunday holatda kichkina barcha bor. Yon tomonda ham shunday, salon anchagina katta. Salonni yonish lampochka qismi. Orqa qismiga keladigan bo'lsak, eshiklar ochilishi ham juda ham plavniy. Sidinalar bu ham orqaga olib borib keladi. Orqa itish uchun orqaga o'tiradigan bo'lsak, eshik o'zi keladi. Mana bunday yoqlari. Shunaqa holatda bir faner ustiga koja tortilgan. Oynalarimiz ko'tarib tushiriladi. Mexanik qo'l harakatlari bilan. Ortda ham konditsioner bor. Shunaqa holatda old plafonimiz bor. Sidina aytganimdek oldinga orqaga borib keladi va mana bu sidinaning eng orqaga surganda bemalol o'tiribman. Salon anchagina keng ekan. To'g'risini aytsam, menga mashina yoqdi. Narxiga ham buni chiqqan vaqtda qimmat bo'ladi o'ylagandim, lekin unchalik qimmat bo'lmadi. Yana kommentariyada fikrlarni kutib qolaman. Eshikni ochish juda ham yumshoq. Tushib chiqish ham juda ham oson ekan. Kapotimiz ostida motor joylashgan. Motorning to'g'risi men Gentrail motorlariga o'xshatardim. Yana ham kommentariyada fikrlarni kutib qolaman. Deyarli mana bu krishka motorning o'zlari ham bir xilga o'xshaydi. Bu yerda plyus tomonlari ABS bor, bu birinchisi. Ikkinchisi, rulimiz elektro usiliyatsiya, ya'ni elektro rulda kuchaytirilgan. Bu ham juda ham yaxshi. Konditsioner bor. Mana bu yerda esa respiratorni aylanishni o'lchaydigan datchik ham bor. Bu anchagina qulay. Bu tomonda ispolietil akkumulyator, miya, bosh firmaga tegishli, anchagina ishlarli miya. Dvorniklarni ishlatish motorchiga. Shunaqa holatda katalizator. Qaranglar, men shuni aytaman. Mana bu yerda ko'rinayotgan bo'lsa, mana bu moy filtr. Buni aralashtirish uchun ostdan kirib bo'lmaydi. Mana bu yerdan aralashtirish kerak. Bu juda qiyin mexaniklar uchun. Ikkinchidan shubni qaranglar, joylashgan joyini. Mana shubni ko'tardim, yana tegib qoldi. Yana bir minus. Atak chidasa bo'ladi. Motor yon tomonining tarafida uzunasiga joylashgan 4 silindrli 4 moshinada. Shunaqa
shunaqa holatda. Kommentariyada fikrlarini kutib qolaman video haqida.